Diqqat aholiga tezkor shoshilinch xabar. 8-mart arafasida barcha fuqarolarga bir martalik pul mukofotlari beriladi. Tezda pulingizni oling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor va dolzarb xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Prezident Shavkat Mirziyoyev 28 nafar xotin-qizlarni Zulfiya davlat mukofoti bilan taqdirladi. O'z iqtidori, muhim g'oya va tashabbuslari, ibratli amaliy ishlari va erishgan yutuqlari bilan yoshlarga o'rnak bo'lib kelayotgan vatanimiz ravnaqi yo'lida bor kuch g'ayrati bilan va malakasi, ma'naviy intellektual salohiyatini namoyish etgan qizlarimizni munosib rag'batlantirish maqsadida deyiladi prezident qarorida. Mukofotlar 8-mart bayrami kunlarida tantanali topshiriladi. Undan tashqari taqdirlanganlarga BXMning 50 baravari, ya'ni 18,750,000 so'm miqdorida ham pul mukofotlari beriladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostiga like bosib, videoni boshqa yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.